boshi, qoshig'i ham bor. Qani qoshig'i? O'ynab o'tiribdi mana hozir Imron akasi bilan. Endi videoda ko'rasiz, endi sen ham shifosini bersin. Sog' bo'ling. Mana sen ham uydagilar videongizni qilib beradi hali keyin, xudo xolasa. Bo'lsin? Mana Pokoknya nggak ada yang tahu ya di Pahang. Assalomu alaykum, hazratlarim yaxshimisizlar? Kunlar xayrli, barakatli o'tsin. O'zlaringizga, oila a'zolaringizga tinchlik, xotirjamlik, xonadoningizga fayz va barakatlar to'ysin inshaalloh. Musofirdagi bizni yaqinlarimizni, qadrdonlarimizni Allohim o'zi panohida asrasin. Sog'likda, salomatlikda kasal bo'lmasdan, oilasini bariga kelib olishni nasib qilsin iloyim.
Azizlarim, bugun mana hozir videoni boshida ozgina bo'lsa ham Malika Bonu Namangondagi shu haqdor oilalarimizga olib borgan haligi mana ko'mir yordamlarimizni qo'yib o'tib ketyapman. Shoiraxon shifoxonada, Oltiariq tumanida shu terapiya bo'limida, Oltiariq tumani shifoxonasining terapiya bo'limida bundan 10 kun avval shu gripp bilan boshlangan ekan. Endi hozir o'pkasiga o'tib ketibdi, yaralanish. Endi o'tkir shamollash bor ekan, antibiotiklar, endi shunaqa bir haligi davolash kurslarini qiladi endi xudo xolasa. Endi kech borganiga sabab Malika Bonuda haligi qaraydigan haligi bir odami yo'qligi uchun, ham puli ham yo'qligi uchun больницаga bormaganda endi. Kecha men gaplashgandim. Aka, shunaqa Malika Bonuda qaraydigan odam yo'q, kimga tashlab ketaman deganda, biz uydagilar qarab turadi deb aytdim. Biz uydagilar ham juda ham haligi bolalarni yaxshi ko'radi. O'shaning uchun ko'ngli xotirjam mana bugun men Namangandan kelyaptib, Malika Bonuda uyimga olib keldim. Endi xudo xolasa 5 kun, 6 kun nasib qilsa biznikida endi o'ynab, endi boradi. Endi o'ynab keyin uyga boradi endi xudo xolasa. Shoiraxonga shifosini bersin iloyim. Kimdir Shoiraxonga yordam bermoqchi bo'lsa azizlarim, hozir to'g'risi 1 so'm puli ham yo'q bo'lsa kerak menimcha. Endi mendan pul so'ragani ham xijolat bo'libdi. Nimagaki shuncha uylarni, joylarni qilib berganmiz. Bundan tashqari magazindan qarzimiz bor ozgina. Ustalardan qarzimiz bor. O'shani hisobiga ham Shoiraxon mendan yordam so'ragani xijolat bo'lgan. Hali kasalligi oxirgi kuchayib borgandan keyin, iloji yo'q, mana yotib qolgandan keyin больницаga boryapti. Bundan tashqari Mustafa bolajonimizga azizlarim shu 2-3 kun davomida 3 million ehson tushibdi. Alloh rozi bo'lsin shu ehson egalaridan, borlaringizga ming shukr. Nimagaki doim bizni qo'llab-quvvatlab, biz bilan birgasizlar, bitta safdasizlar. Endi xudo xolasa qolgan insonlarni ham shu sizlarning saflaringizga qo'shilishga chaqirib qolamiz. Endi 1,5 yoshlik bir farishtadek bir begunoh, hali bir til zaboni ham chiqmagan bir bolajon azizlarim. Ota-onasi ham juda ham yosh ekan, haqdor oila. Mana oddiygina men Malika Bonuni olib kelib bugun uyimda xursand bo'lganini ko'rib, o'zim qancha dilim yayrayapti-da to'g'risi. Xursand bo'lyapmanki, nimagaki bu dunyoda bir mazmunli umr kechirib o'tishlik hammamizga nasib qilsin. 70, 80, 90 yosh kirganimizda ortimizga o'giriladigan bo'lsak, ortimizdan bir haligi xursand bo'lib eslaydigan ishlarimizni ko'rishimiz kerak azizlarim. O'shaning uchun imkoni bo'lganlar mana Mustafa bolajonimizda agar Hindistonga borib davolanib keladigan bo'lsa, hammamiz yutug'imiz bu. Endi homiy yoqtiryapman, o'zlari ham harakat qilyapti, oila a'zolari ham harakat qilyapti, lekin oila a'zolari ham bormagan, ishiga qolmadi. So'ramagan, yordam so'ramagan, murojaat qilmagan odamlari qolmadi, lekin to'g'risi ko'pchilik haligi bee'tibor bo'lyapti. Endi siz bilan meni bolajonim 5000 ta 6000 ta prosmotr bo'lyapti ekan. Agar 1000 so'mdan shu o'zimizni shukronaligimiz uchun, mana bola chaqamiz sog' salomat, o'zimiz sog' salomatmiz. Shu bola chaqamiz uchun ham shu Mustafoga yordam qilsak bo'ladi azizlarim. Ertaga xudo xolasa nasib qilsa Uchko'prik tumaniga borishim mumkin. To'g'risi o'zi qaytganimda Namangandan ham soat 5 bo'lganda, haligi ertalab chiqib ketganmiz. Yo'l uzoqligi hisobiga haligi anchagina haligi ishimiz qisqarib qolyapti. Keyin Imronga ham, mana o'g'limga, jiyanim Abdurashidga ham rahmat. Shu hozirda men ham iloji boricha bularni o'zim yonimga olib yurib, shu yaxshi ishlarni haligi o'rgatib boryapman. Iloyim yaxshi ishlarda doim bardavom bo'ladigan bolalar bo'lsin, duo qilib qo'yasizlar. Allohga manasizlarni omon qilsin. Tinchlikda, xotirjamlikda ko'rishguncha sog' bo'linglar azizlarim. Azizlarim, bu Shoiraxonda qizi keladigan, Malika Bonu keladigan bog'cha, uy bog'chasi ekan. Shu uydan endi 1 kilometr uzoqroqda ekan. Olib ketamiz endi xudo xolasa biznikida shu 5-6 kun yuradi, maza qilib, yayrab. Hozir bog'cha pasiga endi Shoiraxonda o'zi aytib qo'ygan. Biroz o'zimiz ham aytib qo'yamiz endi xudo xolasa. Bizda uncha mablag' yo'qligi uchun bora olmay turibmiz. Qo'linglardan kelganicha ehson qilib qolinglar, shu o'g'lim yashab ketish uchun. Bizdan qaytmasa ilohim, Xudoyim 1000 barobar qaytarsin sizlarga. Qo'linglardan kelganicha yordam.
Dasturimizni xayriya sahifasi orqali davom ettiramiz. 1,5 yoshli bolaga 5 oy oldin jigar saratoni kasallik tashxisi qo'yilgan edi. Shundan keyin ota-onasi uni davolatishga, kimyo davo kurslarini vaqtida olishga harakat qilgan, lekin shifokorlar jarrohlik amaliyoti yagona chora ekanligini aytishgan. Onasi farzandi uchun donor bo'lmoqchi, amaliyotga esa 17 ming AQSh dollari miqdorida mablag' kerak bo'lyapti. Imkoningiz bo'lsa, yordam qo'lini uzating. O'g'limga 5 oy oldin jigarida xavfli o'simta jigar raki tashxisi qo'yildi. 5 oy mobaynida Toshkent shahri bolalar onkologiya bo'limida 2 kurs ximioterapiya muolajasini oldik. Lekin bolajonning jigaridagi o'simta kun sayin rivojlanib boryapti. Shuning uchun ham jarrohlik amaliyotini tezroq o'tkazish kerak. Kunlik ishlardan pul topadigan oila boquvchisi esa katta miqdordagi mablag'ni topishga bir o'zi qiynalib qolgan. O'g'limga o'zim donor bo'laman. Sizlarning farzandlaring kabi bizni farzandimiz ham o'ynab kulib, oyoqqa turib ketishligi uchun ehsoniylarni ayamasliklaringni so'rab iltimos qilib qolaman. Mustafa hali juda ham kichkina, lekin og'ir xastalik uning yoshi bilan hisoblashmaydi. Unga soat sayin azob beraveradi. Oramizda esa bemor insonlarning sog'ligiga befarq qaray olmaydigan saxovatpesha insonlar ko'p. Biz esa bir muhtoj oilaning mushkuli oson bo'lishida sababchi bo'lishingizga ishonamiz. Mo'targ'om Nazirov, Asilbek Olimov, Hudud informatsion dasturi uchun. Polvon qizim o'zi yalasizmi? Balki buni o'zi yalasizmi polvon qizim? Qani oling bismillahirrohmanirrohim deb. Ha, oling qizim. Balkaxon bizga mana mehmon dazlarim. Endi ayas qayerda qizim? Ayas qayerda? Doktorda. Ayas doktordanmi? Endi siz bizga mazaq o'ynaysiz, ha? Bo'ptimi qizim? Mana non ham oling. Barakalloh. Mana buni beraman. Ana, barakalloh. Oling qani. Endi tuxum bo'lsa yeb turaveramiz endi mana boricha. Sindirib beraymi? Ovoz bilan sindirib beraman, a? Ha, qiling chiqaring, barakalloh. Qanaqa ekan? Ha, unaqa o'yinchog'imni hozir beraman. Oldin buni yeb olaylik. Qani bismillahirrohmanirrohim. Barakalloh. Mazza ekanmi? Jasmin opasi bilan ertaga boqqa chiqadi. O'ynagan. Kechada o'ynagan boqqa chiqadi. Ana malades. Barakalloh. Choyingizni ichaverasiz, bolam qizimiz kerak bo'lsa. Ayis qayerda qizim? Doktorda. Doktorga ketdimi? Nima bo'ldi? Chiqdi. Üstüme chiqdimi? Endi doktor nima qiladi? Jiqa qiladimi? Balki buni nima qiladi doktor? Qiladi. Jiq qiladimi? Mana. Barakalloh qizim. U Imron akasimi? Tepada Imron akasi. Osa tepaga chiqib o'ynaysiz keyin. Faqat zinlarga ehtiyot bo'lasiz. Imron, uni o'yinchoqni olib chiqarib polvonib ketching. Ana tepadan tushyapti Imron akasi. Ana. Asha uni olib chiqarib ko'raylikchi. Bu o'yinchoq emas, polvon qizim, bu mana bu oshpaz bu. Oshxonani oshpazi bu. Mana qoshig'i bor. Mana. Mana pichog'i bor. Orqa so'q qo'yadi, buni kemaga qo'yib qo'ying, choy ichib oling oldin. Keling. Qo'yib qo'yaylik, choy ichib oling oldin. Mana. So'q qo'ymaykan. Tutib tursin. Qani aqlingchi? O'sha oshpaz sizga tuxum pishirib berdi mana. Qani bismillahirrohmanirrohim. Ana. Mazza ham choyingizni ichib oling, chiqing. Ana choyingizni. Ha, Imron akami. Imron akamdan kuyovni urasizlar keyin. Qani. Barakalloh. Imron aka, Abdurasul akalar bilan kuyovni urasiz. Bo'ptimi?
Mana voy barakallah. Ana barakallah qizim. Endi Shohraxon Malika Bonudi tashlab ketadigan joyi yo'q ekan, hech kim yo'q ekan. O'shaning uchun aka haligi davolangani ham hali sharoitim yo'q. Kimga tashlab ketishni ham bilmayapman degandi. Kecha telefon qilganda nima bo'ldi ekan desak, o'pkasini bir tomoni umuman yallig'lanib, shu o'tkir shamollanish bo'lgan. Oltiariq tumani terapiya bo'limida, shifoxonasida hozir davolanyapti mana bugun ertalab. Men Malika Bonudi bog'chadan olib kelyapman, bog'chaga borib keldim. Namangandan qaytayotganimizda olib keldim. Qizchamiz iloyim uzoq bo'lsin. Biz uzoq bo'lsin. Qancha insonlar shu Malika Bonuni uyini chiroyli qilib bergan, ha? Divanlari bor, o'yinchoqlari bor. Malika Bonudi divanda yotibsan, polvon qizim. Mana divanlari ham bor Malika Bonudi. Meni divanim yo'q. Qani, qilinchi. Ibron akasiga qarab turing endi iltimos endi. Qani. Buni esa qizim, keling. Buni yeb oling. Bonu, mana. Barakallah. Bog'chapa ovqat berdimi? Nima berdi bog'chapa? Go'sht berdimi? Yo'q, Ha, qum berdi. tuxum berdimi? Bog'chapa ham tuxum bergan bo'lsa, biz ham tuxum bergan bo'lsak, eng arzon boqadigan narsa hozir tuxum ekanda o'zi bolalarda mana. Ertagasiga go'sht olib kelamiz, xudo xolasa. O'rtoq qizim, go'sht, kalbasa, chaqchaq. Chaqchaq qani? Chaqchaq. Maytdami chaqchaq? Chaqchaq. Mana chaqchaq ham bor, mana. Qani? Keling, hozir buni keyin chaqib beraman. Hozir buni yeb olaylik. Barakallah. Jicha qoldi mana. Keyin aka bilan o'ynaysiz, to'g'rimi? Zasul opa bilan o'ynaysiz. Qani? Voy tushib ketdi. To'xtab turing endi. Qani qo'limga berib qo'ydim, barakallah qizim. Qani? Ana. Tushib ketdimi? Mayli. Qo'lingizni yotdimi? Aqlli qiz. Siz kichkina bo'lganingizda aqllisiz. Ayingizni doktorlaringni ham bilasiz. Buvajon qani? Buvajon qani? Tushib ketdim. Buvajon qani? Ha, shunaqa joy bor ekanmi? Keyin choy ichib oling qizim bo'lsa. Keyin Imron akasi o'ynaydi, bu. Mana. Bu nima ekan bu? Nima bor ekan? Vilkasimi? Pichoq qani uni? Qani? Oling chiqarib pichog'ini. Bu qoshiqchasi. Shohraxon ko'p turgan bo'lsangiz, mana ko'nish xotirjam bo'lsan, sen ham maza qilib o'ynab o'tiribdi. Yig'lagani yo'q. Qorni ham bor ekanmi? Voy, ana qornini topadi mana. Bemalol davolanib, xotirjam nima qilasiz? Biz uydagilar yaxshi qaraydi, xudo xolasa. Unaqasi ham bor ekanmi? Mana hozir. Qanaqasi ham bor ekan? Nima ekan u? Boshi. Qoshig'i ham bor. Qani qoshig'i? Ashna qiladimi? Ovqat pishiradimi? Nima qiladi? Ovqat qiladimi? Ashna qiladimi? Choy ichib olasizmi choyingizni? Mana. Ayajoningiz qayerda? To'xtaydi. Nima qiladi doktor ayajonni? Chiqiladi deydi. Jiqqiladimi? Doktor chiqildi deydi. Ayajonni yaxshi ko'rasizmi? Qildi. Ashna jiqqildi. Siz yig'ladingizmi keyin? Yo'q. Yig'lamadingizmi? Siz polvon qizsiz-da siz. Shohraxon eshitib hozir mana Banisada. Qo'rqadi. Qo'rqadimi? Qo'rqmaymi? Siz qo'rqmaysiz-da?
Siz aqlli qizsiz. Qo'limda chiqildi. Ha, qo'lingizga ham chiqqandimi siz? Doktorni o't qilaylikmi doktorni bo'lsam? So'kaylikmi doktorni? Hm? Ana. Ayajon deb qo'ying. Ayajon. Yaxshi ko'raman deb qo'ying. Kima? Yaxshi ko'raman deng. Qo'chiqda qishib qiladi. Ha, yaxshi ko'raman deb qo'ying. Aytib qo'ying bitta. Munda qochiqda qochiq. Qo'shib solib qo'ying orqasiga mana. So'ni qo'shib solib qo'ying orqasiga. Ana. Keyin Shodaxon keyin telefon qilaman endi seni. I? Kim bu? Gapiring mana endi eshitib olinsin. Yo'q, yig'lamadi. Imron bilan Abdurashidni ta'sirini berib qo'ydim mashinada. Ikkalasini. Urishib, baqir-chaqir qilib, yerkalab mana. Choychi oldi, deb tuxum yeb oldi. O'ylab o'tiribdi mana hozir Imron akasi bilan. Endi videoda ko'rasiz, sen ham shifosini bersin. Sog' bo'ling. Mazlum. Uydagilar videongizni qilib beradi hali keyin, xudo xolasa. Bo'psiz? Xayr deb qo'y. Xayr deb qo'y, ijozatmi? Ololmayapsizmi siz? Oltaqchi gapiryapsizmi? Mana qo'shilib tiqib iyiga. Voy, endi nima qilamiz bechorani mana? Ichiga tiqib qo'ydingiz-ku. Ha, mana to'q oldi mana. Endi chiqib qoldi. Bo'ldi. Chaqam tushib qoldimi? Ha? Ana. O'yin o'ynaysiz o'yinchiq emas, sen bo'lib sog' bo'ling. O'ynayapti, o'yinga qiziqib ketdi. Xursandman, qanjonlar, Sog' bo'ling sen. Mayli. Bo'p, sho'sin bo'lsin. Bo'lmaydi. Endi men kirib ketdim xonamga. Siz Imron akasiz bilan o'ynayapsiz, bo'ptimi, palvon qizim? Bo'ptimi? Hayır. Bay bay deb qo'ying. Bay bay, men ketdim xonamga endi. Yo'q, bormaysan. Iya. Boraman endi. Xonaga kirib dars qilishim kerak. 1, 2, 3 qilishim kerak. Yo'q. Siz mana butun qo'yib beradi mana bunaqada. Mana. Bunda sizga mana Jasin opes butun qo'yib beradi mana. Ko'rasizmi? Hozir qo'yib beradi, bo'ptimi? Mana hozir qo'yib bersin. Mana. Hozir qo'yib bersin hozir sizga. Jasin opasi bilan ki maza qo'ynaydi. Nima dedi? Baby filmni qo'yib bersinmi? Mana buni olib qo'yaylik endi, ana. Acı çıkıyordu. Nima chiqyapti? Bilmem. Ajina chiqyaptimi? Akşam. Nima u? Babacak. Babachaqmi? Babacak yoktu. Voy. Nima u? Babacak. Ana nerede? Evet, ilk vardı kulüben. Ben kabul. Ama yiyecek. Omma yakami. Bo'pti, palvon qizim, men kirib ketdim endi. Ko'raversa bo'ptimi? Men kirib ketaveraymi endi? Endi meni keragim yo'q endi. Что деточка с тобой сделала? А ну-ка, красавица, покажись. Теперь нам нужно новое Kim ekan? U Mashami? Всем выросло. Mashani Katlanan burada. ovqat qiladimi? Kaçın. Bo'p, o'ynaydi qizim. Kallama kalan burada. Kallama kalan. Qallama qiladimi? Bo'pti. Ana topdingizmi o'yinchog'ingizni?
Ana o'yinchog'i Malika Bonuda. O'tirib oling, o'tirib o'ynayvering qizim. Bemalol. Ana. Qanaqalar ekan? Gullarmi? Qani katta ekan, qizim? Katta ekanmi? Uchta ekanmi? Unda boringchi oldiga qani ko'ringchi bo'lsam? Kattami ekan? Urmaydi o'rtaqda. Bu yig'laydi-ku keyin. Qaysini? Voy. Qo'g'irchog'ingizni yotkizib qo'ying divanga, boring. Qo'g'irchog'ingizni divanga yotkizib qo'ying. Oboring, nariyoqqa boravering, palon qizim, nariyoqqa. Mana o'zida ham katta o'yinchog'ingiz mana. Malika Bonud o'yinchog'i. Yotkizib qo'ydingizmi? Oyoqsi bor. O'zim chiqib oling endi oldiga. Uxlaydimi, uxlamaydimi? Dam bo'lasa yiqilib tushmasdan sekin chiqing. Chiqarmaysizmi? Yiqilib tushmaysizmi? Ha, sekin o'tiring. Bunimi? Imron aka olib keldi-da buni. O'ynayvering qizim, o'ynayvering iloyim. Umringiz bo'lsin. Baxtli qiz bo'ling, soliha qiz bo'ling iloyim. Saxiy boylardan bo'ling. Onangizni shu o'zi qariganda, keksaganda o'zi qaraydigan, boqadigan qiz bo'ling iloyim. Shu onangizdan boshqa hech kimingiz yo'q sizni. Yotmayaptimi? Esi yo'q ekanda. Ha, doktor jiqqiladimi? Esi yo'q ekan buni. Xafa bo'ldimi? Voy. Endi xafa qilmaydi. Ana. Ana. Ana bonucha kelib oldi oldimga mana. O'ynayvering qizim bo'lsam. Ash burchak o'tkazib qo'ying qani. O'tkazib qo'ying burchakka. Ana. Tog'ajonni oldiga kelasiz. Ertaga sizni nimaga olib chiqamiz-da, kachelarga, maymunlarga olib boraman. Bo'ptimi? Borasizmi? Bunam boyadimi? U ham borsinmi? Uchatni o'tib qo'yamanda. Qachonda? Bu qizingizmi sizni? Sizdan katta-ku. Yo'q, men 6da, 3tada 6. Ha, 3ta 6dami? Yo'q, 3ta. 3tami? 6da 7. 6ga kirdimi? Qizim. Oy. Sizdan kichkinami u? Qizingizmi? Mana. Qizingiz gapiradimi? O'zi gapirmaydimi? Tapiyada. Gapirsin chiqani. Mitta bilmayapman. Botchaga boraman deb aytib bersin chiqani. Botchada bor. Botchada bor. Botchaga borar ekanmi? Sizga o'xshab botchaga boraman, ovqat yeyaman deb aytib bersin. Ota. Mitta. Sekin yiqilmasdan mana o'zim o'tkazib qo'yaman qani. Ana endi o'ka olib borib olavering mana. Polvon qizim. Ana sekin tushib. Xafa bo'ldimi? Voy, xafa bo'lib qoldimi? Boshini ko'tarib qo'y, xafa bo'lmasin. Xafa bo'lmagin deng. Aytib qo'ydingizmi? Ha, barakalla. Voy. Ko'zi og'riyapti ekanmi? Dori qo'yishimiz kerak endi.
Katta mashinam. Qani katta gul? Katta gulni topib bering, menga ko'rsating katta gulni. Ha, qani o'ting chiqqani bo'lsam, sekin oyog'im og'riydi-ki, polvon qizim. Ha, sekin o'ting mana. Ha, qani. Qani katta gul? Qani? Buni ko'taraling, suvni. Voy. Yotib oling. Ana Shoiraxon singlim. Mazza qilib o'ynayapti mana. Xavotir olmasdan banisada shu davolarni damiz olavering. Bo'ldi. Chiqing. Qoching bo'lsam. Bu qayerda deb qo'ydi qizim keling bo'lsam. To'xtab. Endi aytasiz uni. Xayr deb qo'ying hammaga. Bay ding. Ayajon ding. Buvajon ding. Yaxshi ko'raman ding. Bo'ldi, o'ynayapman ding. Bo'pti. Mana. O'ynayapsan qizim, hozir boshqa o'yinchoq olib beraman endi sizga. Ajin ekanmi? Ha, bo'ldi. Yuring endi, qaring. Nima ekan bu? Ashuna olib keldingizmi? Uni qayerga qo'yadi uni? Nima ekan bu? Kemanmi? Imron akasi kemani olib berib chiqqani bo'lsam. Mana. Ashula qo'yadimi? Sinaqa ekanda polvon qizim bu. Ana, orqa singan ekan u kemani. Qanaqa qilib olaylik? U dori, qizim, u dori. Ya, o'ynavering, bemalol o'ynavering mana. Ha, qand bor ekan, olib keling chiqani. Qanaqa yeysiz? Olib keling chiqani. Akasiga ayting ochib beradi, yuguring. Akaga ayting ochib bersin. Mana. Imron akasi ochib bersin. Olavering. Qanaqasi bor ekan? Zo'rmikin? Yo'q, achchiqmi? Nima ekan bu? Qand. Achchiqmi, shirinmi? Shirin ekanmi? O'ynavering polvon qizim. Hozir magazindan Jasmin opangizlar sizga kalbasa olib keladi. Bo'ptimi? Nima bu? O'ynavering, bemalol o'ynavering. O'ynaylik polvon qizim. Ketdik, endi sizga baby finni qo'yib beray-a? Bo'ptimi? Baby finni qo'yib beraymi? Yuring, ko'rasiz baby finni. Nimasi qonayapti? Betimi? Mayli. Hozir yaxshi bo'lib qoladi. Shularning xursandchiligi bizning xursandchiligimiz mana. Allohga shukr qilaman. Shu qizchani uyimga olib kelib, jicha bo'lsa ham xursand qilgan bo'lsam, Alloh taolo meni qilgan gunohlarimni kechiradi, kafolat bo'ladi. Shularning xursandchiligi bir boshqacha. Nima ekan u? Qanaqa baliq?
Turaverasizmi Malika boni bo'ladimi? Nima deyapti? Bo'ling istab qiling. Nima deyapti? Malika bormi?